Kecha 31 may kuni soat 17:30 da Buxoro viloyatining G'uzor-Beynev yo'nalishidagi A380 yo'lining Jondor tumani Luqmon gazli cho'l hududidan o'tuvchi asfalt yo'lida Lacetti va yuk mashinasi to'qnashishi natijasida 2 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Tergov departamenti xabar berdi. 24 yoshli haydovchi Lacetti rusumli avtomashinani Luqmon gazli cho'l hududidan o'tuvchi asfalt yo'lidan boshqarib ketayotib, ushbu yo'lning 301-kilometriga yetganida o'ziga nisbatan yo'lning qarama-qarshi yo'nalishidan harakatlanib ketayotgan 46 yoshli haydovchi boshqaruvida bo'lgan MAN rusumli yuk avtomashinasini old qismiga borib urilgan. Oqibatda Lacetti rusumli avtomashina haydovchisi va ushbu avtomashina old yo'lovchisi o'rindig'ida o'tirgan 48 yoshli yo'lovchi og'ir tan jarohatlari olib, hodisa joyida vafot etgan. Holat yuzasidan Jondor tumani Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov guruhi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari Buxoro viloyati Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan olib borilmoqda.